Tiko haydaganlar bormi ichimizda? Tiko haydaganlar. Yo Tiko haydayotganlar esla olasizmi? Mana shu 5 yil, 4 yil, 2 yil Tiko haydagan bo'lsangiz, galovkasiga klapin kuyib qoldi, shunaqa problemaga ishingiz tushganini bilasizmi? Esla olmaysiz aka, sababi Tiko u galovkadan problema qiladigan mashina emas. Nimaga buni deb? Mana bitta hozir Tikoning motorini ochdik o'zimiz. Galovkasini opchdikda, galovkaning turishini qaranglar, akalar. Gnezdolariga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Направляющийлari ham shu go'zal holatda, xudo xolasa. Klapini ham mana. Shu klapin chiqdi. Bu klapin ham kamida 5 yil xizmat qilgan. Shu holatda. Hozir ham xizmat qilyapti. Просто avtorasxod ko'payib ketib qoldi. Qancha gapirsang, qancha maqtasang kamda bunga. Bu ham Tikoni suvsiz haydab qo'ysang, radiator teshilib qolsa, qaramay qolsang, shu prikladga kuyadi-da, shunda galovka ko'tarib prikladga alishtirishing mumkin. Atak ungacha klapin bo'shat degan narsa bo'lmaydi. Hali Damas, Matizlarga o'xshab, sababi benzin u. So'z ojiz. Kommentariyada Tiko minganlar bo'lsa, kommentariyada yana qanaqa qulayliklari bor. Yana bitta qulayligi shu benzin tugab qolsa, bir shpris benzin quysang ham 15-20 metr yura oladigan mashina shu. Siz ham qoldiring fikringizni Tiko haqida. Men eslasam Tiko haqida video qilmagan ekan. Haqiqiy o'zimizni jaydara mashina shu Tiko bo'ladi akalar.